Assalomu alaykum Chorvador kanalining obunachilari, Chorvador aka-ukalar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Akalar, biz Uchko'prik tumani Qumbosti qishlog'idamiz. Akalar, dehqondan 2 bosh sotiladigan novvoslarimiz bor ekan. Bir bosh Angus, bunisi o'zlarini sigirlarini bolasi ekan akalar. Sotilar ekan. Yeb ichishlari qanaqa aka bularda? Yeb ichishlari yaxshi. Sog'liklari joyida. Xudo xolasa hamma yo'g'i yaxshi deyishyapti. Akalar, ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar novvoslarga. Hop. 2025-yil 19-may hafta kuniga dushanba kuni syomka qilyapmiz. Narxlar nima deymiz aka bularda? Angusga 45 million. Bunisigachi? Angusga 45 million, bunisiga 25 million. Savdosi bor aka. Savdosi bor akalar. Xudo xolasa dehqonlar mana. Boqqani ham yaraveradi, qassob akalarga ham tushaveradi. Xudo xolasa raza boqadigan chiroyli holatga kelibdi novvosimiz. Kimga yoqsa, ma'qul kelsa akalar, dehqon akamizning nomerini qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, savdo qilib baraka qilsalaring bo'ladi akalar. Bizni kanalga obuna bo'lib, layklarni bosib turinglar akalar. Biz ijtimoiy tarmoqlarda yangimiz, xudo xolasa. Bizni xizmatni bilasizlar. Bizni xizmat kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xudo xolasa. Mana. Bular nima yeyapti aka bular? Somon bilan kepakda. Somon bilan kepak, kunjar ha? Ha, akalar. Toza qilib qo'ygan. Ishtahasi yaxshiligidan bu, xudo xolasa mana. Ketmayapti. 3 mahal beryapsizmi? 2 mahal beryapti, 3 mahal ketmayapti. Ha, 2 mahal beryapsiz. Bo'ylari 1.30 atrofida Angusimiz. Bunisi bo'ylari 1.20 plus desak bo'laveradi, xudo xolasa. Akalar, kimga yoqsa, ma'qul bo'lsa, dehqon akamizga aloqaga chiqib, baraka qilaverasizlar. Xudo xolasa hammani topganiga, chorvasiga baraka bersin.